Sizlar hammaga assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 18-aprel sanasi. Hozir bitta uzum sortimiz bor. O'shani hozir qanaqa meva berganini sizlarga hozir ko'rsataman. Hozir ayni uzumlar mevaga kirgan payt. Juda ham o'ta serhosil, kaltada yaxshi suradigan, mevasini ham ta'mi juda ajoyib uzum sorti. Uni videosini ham ekranga qo'yib o'tib ketaman. Sizlarga hozir mana shuni ko'k payvantidan hozir olgani keldim. Andijonlik tog'amiz. Bu sort Yaponiyadan kirib kelgan Keho sorti. Hozir buni sizlarga ko'rsataman. Kaltayda ham zo'r surar ekan, o'ta serhosil. Hozir teparoqqa chiqib ko'rsataman. Xo'p, mana hozir mevasini ko'rsataman. Azizlar, meva qaranglar. Bu ham o'sha muskat uzumlardan, mana uzumga ahli etadiganlar biladi. Muskatlarning uchi bunaqa oq qirg'oqqa o'xshab qoladi. Mevani qaranglar, mana mevalarni. Bu kaltaydi bo'g'imni orasini ham ahamiyat bersalaring, yaxshi kaltay surganligini hisobiga orasi ham uzoq. Mazasi ham o'ta boshqacha buni. Uylarni yeb ko'ramiz. Xudo xolasa pishgan paytda ham kelib videolarni qilamiz. Buni hozir o'zimizga payvand uchun olgani keldim buni. O'zi mevani shakli ham chiqib turibdi. Juda chiroyli meva berar ekan. Bir tup tog'am Yaponiyadan olib keltirgan ekanlar buni. Mana bitta shoxda 3 tadan 4 tadan meva berib yuboribdi. Mana shunday o'zi 3 ta joyda meva bergan. Mashlardan ham ko'chatlarni xudo xolasa bir yildan keyin ko'paytirib chiqaramiz xudo xolasa. Tepalari polni meva ishlar hammasi. Buni eng qizig'i shu mashitlar ayni meva solgan joylari, mana rosa meva ko'p joyi. Bu eng tagidan boshlab, hozir tagini ham ko'rsataman. 3 shoxigacha meva bergan. Mashitlar ham to'la meva. Hayratda qoladigan darajada. Mana shu 3dan to'shi past tomirigacha, o'sha tomirini ham ko'rsataman. Pastigacha meva solganlar. Mana shu otdan pastga tushdim, pastlarni. Mashitlari ham to'la mevaga mana. Mana pastga qarab ketilyapti. Qaranglar mana. Bitta bir dona shox mana pastdan chiqqan. 1 2 3 4 ta meva mana shuni o'zida. 20 sm joyda 4 ta meva. Bu mayaga chiqsa hali yana meva so'ragan. Mana qaranglar bu. Juda serhosil ekan. Ta'mi ham bir boshqacha muskat uzum. Hattoki mana 5 sm joyda ham 3 ta meva turibdi. Mana. Shu polni hammasi meva. Bilmem bir 200 yosh, 300 yosh meva bor mana shunda taxminan. Juda ko'p. Bizda mana Kehoda nimasini payvand uchun ko'k kaltaylarda mana olib ketgani keldim Andijonga. O'sha yaponskiy uzumlar ko'k payvand uchun kaltaylarni olgani keldim mana. Baylanib survorladi buni. Mana. Meva qaranglar buni. 4 ta meva bir qarich kaltayda. Mevaning shakli ham mana yumaloq bo'lib, bu muskat uzum. Xudo xolasa ommalashtiramiz bu uzumni ham. Hemen yangilik uzum Keho degan yaponskiy payvand uchun bu bo'g'imni oralarini ham ko'rasizlarmi? Yovvoyi uzumga o'xshab, juda koberdi nimasiga o'xshaydi. Oralig'i uzun. Lekin mevani serhosilligi ham zo'r ekan. Egalar aytishyapti, buni tomiri ham shu yovvoyi uzumga o'xshab juda bir baquvvat, tez tomir surar ekan. Tomiri ko'p bo'lar ekan boshqa uzumlarga qaraganda deb shuni deyishyapti. Shunaqa qilib payvandga
ko'k kaltaklarni olib, xudo xolasa bugun borib ulaymiz biz ham. Mana shuni o'zida 3 ta meva mashitdi o'zida. Bu agar bir donadan qo'yiladi, mana bitta nodaga o'ta katta qilsa kerak, mevani kalibrini ham yirik qilsa kerak. Ko'k kaltaklarni tayyor qilib qo'ydik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.